Men Komila G'ofurova, Davo gastroenterologik klinikasi rahbariman va oshqozon-ichak sistemasi kasalliklarini davolovchi vrach gastroenterologman. Bugun oshqozon-ichak kasalliklarini kompleks davolash bo'yicha gaplashamiz. Ko'pchilikda bunaqangi muammo kuzatilgan, ya'ni shikoyatlar buket tarzida bo'ladi. Ya'ni aytamiz, bu yerda oshqozon og'riydi, jig'ildon qaynaydi, qorindan bo'ladi, ich qotishi, og'iz hidlanishi kabi shikoyatlar. Shifokorga borsa yoki UZIga ko'pchilik murojaat qilib boradi birinchi navbatda, surunkali xolesistit, surunkali pankreatit yoki endoskopiyaga tushsa ham shu kataral gastrit, bulbit, reflux ezofagit va shunga o'xshash holatlar. Va keyin esa dorixona, dori-darmonlar qabuli shu bo'yicha ketadi. Lekin nimaga yana shu muammo qaytalanaveradi? Sababi muammo faqat oshqozonda emas. Oxirgi 2 yillikda biz vrach gastroenterologlar har xil konferensiya, forumlar bo'lib turadi va o'zaro kelishuvlar asosida va patsientlar mana praktikada ko'p kuzatamiz. Bemorlarda faqat xolesistitni o'zi emas, pankreatitni o'zi emas, muammo kompleksni, ya'ni sistema bo'yicha kechayotgan bo'ladi. Chunki bu sistema birgalikda ishlaydigan sistema hisoblanadi. Har bitta organ, mana shu organlarni sanab o'tadigan bo'lsam, qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak, jigar, o't qopi, oshqozon osti bezi, ingichka va yo'g'on ichaklar bular bir butun sistema. Bittasi ishida orqada qolish bo'lsa, ikkinchisi uni yuklamasini olmaydi. Ya'ni shu darajada o'rni beqiyos har bitta organning bu sistemada. Endi mana shu organlardan birontasi zararlandi deylik. Bu undan keyingi organlarni ham yanada zararlanishiga olib keladi. Ko'pchilik menda gastrit, menda xolesistit, menda kalkulyozniy xolesistit yoki boshqa kasalliklarni sanab aytishadi va shunga doir dori-darmonlarni menga yozib bering, mana shu bo'yicha davolang deyshadi. Lekin yo'q. Bu asl muammo emas. Aytganimdek, hozir oxirgi 2 yil ichida yana takrorlab o'taman. Bu yengillik, yangi davolash uslubi hisoblanadi. Sistemani to'liq kompleks davolash. Ya'ni sizni общий qorin bo'shliq a'zolaringiz tekshiriladi. Bu UZI qorin bo'shliq a'zolari hamda zond, qon, siydik va axlat analizlarida kompleks tekshiriladi va natijalarga asoslanib sizda qaysi pog'onada, qaysi zvenoda muammolar ketyapti yoki yo'q, dori-darmonlar dozalanadi, davomiyligi buyuriladi. Mana yuqorida sanab o'tdim, bu sistemani kompleks bitta butun sistema sifatida ishlashini, bir-biriga bog'langan tizim sifatida ishlashini. Endi buni qanaqa qilib sizga tushuntirib beraman. Xo'p, oshqozon masalan aytaylik, kislotalik muhiti pasayib ketdi. Bunaqangi tarzda oshqozonning ichida ovqat moddalari yaxshi parchalanmaydi va ko'pchiligingizda uchraydigan ovqatdan keyingi diskomfort holatlari aynan mana shu holat hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Chunki oshqozon bu eng birinchi ovqat bilan uchrashadigan, hazm shirasi ishlab chiqaradigan organ hisoblanadi. Aynan shu kislota, ya'ni hazm shiralari ta'sirida ovqat birlamchi maydalanishni boshlaydi. Kislotalar yetarli bo'lmasa, ya'ni kislotalik past bo'lsa, mana shu jarayon ortda qoladi va ovqat turib qolishni boshlab, undan keyingi shikoyatlar, ya'ni ich qotishi, qorinda har xil gazlar, g'o'ldirashlar eshitilishi, qorin dam bo'lishi kabi shikoyatlarni ham keltirib chiqara oladi. Mana shu shikoyatlarni ko'pchilik menda disbakterioz yoki ichaklarida kolit, boshqa belgilar bor, enterokalitlarim bor deb o'ylaydi, lekin yo'q. Bu yerda muammo asli oshqozondan kelayotgan bo'lishi mumkin. Chunki agar organizmingizda infeksiya holati bo'lmasa, hech qachon oshqozon-ichak sistemasi, ayniqsa yuqori hazm organlari bu yerda aybdor hisoblanmaydi. Ko'pchilik yana bir o'ylaydigan noto'g'ri fikr bor. O't suyuqligini aynan o't qopida hosil bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, bu yana bitta noto'g'ri fikr. O't qopida o't suyuqligi faqat yig'iladi. Hosil bo'lish jarayoni bu jigarda kechadigan jarayon. Jigar shu qondan bilirubin va shunga o'xshagan moddalarni o'zlashtirib va o'zini o't yo'llarida va o'zini gepatosit degan hujayralari bor. Aynan shu hujayralarda o't suyuqligini ishlab chiqaradi. Bu suyuqlik esa yetarlicha quyuqlikka va sifatga ega bo'lish uchun siz to ovqat yeguningizgacha o'sha ovqatni hazm qilish uchun tayyor bo'lib turadi. O't qopining vazifasi o'sha chala tayyor bo'lgan jigardan hosil bo'ladigan o't suyuqliklarini doimiy o'sha kerakli sifatga ega bo'lishini ta'minlab berish. Agar mana
o't suyuqligi ishlab chiqarishda muammo yuzaga kelayotgan bo'lsa yoki o't suyuqligini ajralib chiqishida muammo bo'layotgan bo'lsa, bu yerda dimlanish asosan o't qopida yuzaga keladi. Birinchi navbatda, demak, o't suyuqligi o'z navbatida oshqozon osti bezi shiralarini aktivlashishiga yordam beradi. Aholimiz orasida ko'p uchraydigan holat mana shu o'ziga tushganingizda ham surunkali pankreatit va xolesistit kasalligini birgalikda yurishini kuzatgansiz. Demak, oddiy o'zbek tilida tushuntiradigan bo'lsak, pankreatit bu oshqozon osti bezini yallig'lanishi, ya'ni oddiy aytganda shamollash kasalligi. Bu yerda xolesistit kasalligi bo'ladigan bo'lsa, o't qopini dimlanishi, o't qopini yallig'lanishi, shamollashi kabi ma'nolarni beradi. Oddiy tushuntirganda shu. Demak, aynan sizda dimlanish hisobiga o't qopida yoki jigar ichidagi o't yo'llarida dimlanish hisobiga o't suyuqligi ajralishida muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, bu oshqozon osti bezidagi hujayralardagi shirani ajralib chiqishini passivlashtirib yuboradi va natijada yana shu ovqatdan keyingi diskomfort jarayoni tobora mustahkamlanib borib, shikoyatlar davomiyligi, sizni bezovta qilish chastotasi, ya'ni necha marta kuniga bezovta qiladi, qancha soat davomida, mana shu kabi jarayonlar cho'zilib boraveradi. Ovqat turib qolishni boshlagani sari bu yerda ishlaydigan sfinkterlar bor. Pilarik sfinkter, ya'ni 12 barmoq ichakdan oshqozonga o'tish qismida va oshqozondan qizil o'ngachga o'tish qismida, ko'pchilingiz bilasiz, kardialniy sfinkter holati deb o'tamiz. Aynan shu jarayonlarda, shu qismlarda kislotalik muvozanati buzilib ketib, ovqat turib qolishi undan keyingi sharoitlarni yaratib beradi. Ya'ni qorindan bo'lishi, qorindagi har xil gazlar, ichaklardagi gazlar meteorizmga sabab bo'ladi va ko'pchilik o'ylaydi, buni imенно tishlar bilan bog'liq yoki lor a'zolari bilan bog'liq deb o'ylaydi. Yana bitta sababini mana bugun bilib olasiz. Aynan noto'g'ri ovqatlanish fonida yoki oshqozon ichak sistemasi kasalliklarini paydo bo'lish davomida mana shu og'iz hidlanish kasalligi shu ovqat massalari turib qolganligi hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni yuqoridagi umumiy gaplarimdan bitta xulosa yasaydigan bo'lsak, bu yerda faqat bitta organ emas, masalan, faqat oshqozonni emas, mana shu sistemani kompleks yondashuv ostida davolash kerak. Demak, yana bir holat aholimiz orasida mana siz azizlar ko'p qiladigan xatolarni sanab o'taman. Biz bemorlarga parhez qilish, ya'ni dieta qilish mobaynida beradigan tavsiyalarimizdan oldin ular o'zlaridagi bor fikrni bizga tushuntirmoqchi bo'lishadi. Men уже shundoq ham dietadaman, 3 oydan beri, 1 yildan beri, 2 yildan beri dietadaman, hech foydasini sezganim yo'q deyshadi. Lekin dietani qanaqa qilasiz? Masalan, bir kuningizni aytib bering-chi deb ulardan so'raganimizda ko'pchilik aytadi, "Men faqat suxomyatkaga o'tirib olganman, ya'ni faqat qaynatilgan guruch, grechka, qaynatilgan go'sht mahsulotlarini yeyman, bo'ldi, boshqa hech narsa yemayman, chunki yesam уже qiynalib qolaman" deb aytishadi. Yo'q, aslida unaqa bo'lmaydi. Bu noto'g'ri taktikadagi parhez hisoblanadi. Mana shu parhezni qilish davomida sizda drobное питание deb ataladi. Ya'ni tez-tez, kam-kam va sifatli ovqatlanish turadi. Demak, dietada to'g'ri qovurilgan, achchiq, sho'r, shunga o'xshagan xamirli taomlar mumkin emas. Lekin bu degani ratsion faqat qaynatilgan taomlardan yoki dukakli mahsulotlardan, go'sht mahsulotlaridan iborat bo'lsin degani emas. Bu yerda ovqatlanishda ratsion ham bug'da pishirilgan, suvda qaynatilgan hamda duxovka pechida pishirilgan yoki aerogrillar hozir ko'p uchraydi. Ana o'shalarda pishirilgan, multivarkada pishirilgan taomlarni ham nazarda tutiladi. To'g'ri, bu yerda mumkin bo'lmagan mahsulotlar yuqorida sanab o'tdim. Mana shu mahsulotlar miqdori kamaytiriladi, lekin bu cheklash kerak degani emas. Chunki oshqozon ichak sistemasi qachon yaxshi izga tushadi, qachonki siz unga har gal ovqatlanish vaqtida har xil ta'sirlikda, har xil kuchli ta'sirlarni berib tursangiz, oshqozon osti bezi hujayralari, jigarning hujayralari, o't qopidagi mushaklar, o't yo'llari va ularning devorlari, oshqozondagi shira ajratuvchi hujayralar har xil ta'sirlanadi. Bu esa ularni oddiy aytganda uyg'onishiga sabab bo'ladi va kasallikdan tuzalish jarayoni ancha tezlashadi.
Mana shu tez kam ovqatlanishni, ya'ni ko'pchiligingizda mana ishtaha bilan bog'liq muammolar kuzatiladi. Shunday bo'lsa ham biz 1-2 tishlam bo'lsa-da 5 mahal nimadir yeyishingizni tavsiya beramiz. Ya'ni xoh u ovqat bo'lsin, xoh quruq mahsulotlar bo'lsin, quruq mevalar, yong'oqlar deymiz, meva mahsulotlari yoki quruq pechenyelar, shunga o'xshagan narsalarni vaqti bilan yeb tursangiz, mana shu hazm shiralari ham biz bu yoqdan dori-darmonlar buyurganimiz fonida tezroq hazm shirasi ishlash hisobiga og'riq foni pasayadi, ovqatdan keyingi diskomfortlar pasayadi, og'iz hidlanishi, ich qochishida ancha ijobiy o'zgarishlarga erishgan bo'lasiz. Keyingi asosiy uchraydigan sabablardan biri bu faqat dori-darmonlarga ishonib parhez qilmaslik. Mana dori-darmonlar o'zi nimaga buyuriladi? Qaysi funksiyada yetishmovchilik yuzaga kelayotgan bo'lsa, aynan shu funksiyani tiklashga qaratilgan va kerakli bo'lgan dorilar kerakli dozalarda buyurilgan bo'ladi. Xo'p, endi mana shu dozalar yordamida sizda hazm shiralari ishlab boshlaydi. Lekin siz yetarlicha dieta qilmasangiz, vaqtida ovqatlanmasangiz, mana shu yangi ishlab chiqarilayotgan hazm shiralari ular ham turib qola boshlaydi. Bunaqangi fonda siz dorilar vaqtida, ya'ni dorilarni qabul qilayotgan vaqtingizda, aytaylik 20 kun, 1 oy davomida yengillik his qilishingiz mumkin. Lekin dorilar ta'siri bir hafta, 10 kunlar ta'sirida 1 hafta, 10 kunlar davomida yo'qolgandan keyin yana eski shikoyatlaringiz, xoh u og'riq bo'lsin, xoh bu qolgan hazm bilan bog'liq shikoyatlaringiz bo'lsin, yana qaytalanganini sezasiz. Muammo esa siz faqat dorilarga ishonganingizda va parhez qilmaganingizda. Tan olib aytish kerak, aholimiz orasida tibbiy madaniyat biroz yetishmaydi. Mana ko'pchiligingiz eshitgansiz, chet ellarda aynan apteka sohasi, dorixonalardan retseptsiz dori vositalari berilmaydi. Ya'ni sizda qaysi holat yuzaga kelmasin, faqat va faqat shifokor nazoratida olinadi. Afsuski, bizning sharoitimizda dorixonalarga borib o'zingiz shikoyatingizni aytsangiz, u yerdagi farmatsevt assistenti, farmatsevt ham emas, farmatsevt assistentlari sizga o'zbilarmonlik bilan, o'zboshimchalik bilan dorilarni dozalab, aynan shu dorisini sotuv orqali sizga o'tkazadi. Va bu yerda nima yuzaga keladi? To'g'ri, o'sha payt sizda og'riq foni yoki ayni bir shikoyatingiz pasayishi mumkin. Lekin bu bilan siz asl sababni yo'qotmagan bo'lasiz. Kasallikni aynan shu og'riqlar foni imенно biz uchun eng kerakli davr hisoblanadi. Chunki aynan shu fondagina ko'proq kasallar bizga murojaat qilib keladi. Rossiyalik olim Sechenov fikriga ko'ra, aynan shu og'riq bizni organizmimiz uchun himoya reaksiyasi hisoblanadi. Yaxshi ham shu og'riq borki, odamlar shifokorga murojaat qilishadi. Endi siz mana shu og'riq qoldiruvchi dori vositalari ta'sirida yoki kasallikni kamaytiruvchi dori vositalari ta'sirida og'riqni qoldirdingiz va biz qaysidir kasallikni bosqichida ushlab olishimiz mumkin bo'lgan jarayonni siz o'tkazib yuboryapsiz. Kasalliklar har doim ham o'rta og'ir darajada yoki yengil darajada kechavermaydi. Ba'zan shu og'ir turdagi kasalliklar ham yengil belgilar fonida kechishi ham mumkin. Masalan, oshqozon ichak sistemasini har xil yarali kasalliklar hamda yomon sifatli o'sma kasalliklari. Endi to'g'ri davolash yo'llari bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, yuqorida muammoni to'liq yoritib berdim degan umiddaman. Yana ham savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. To'g'ri davolash yo'llarida asosiy birinchi bosqich bu shifokorga murojaat qilish hisoblanadi. Odamlar orasida bir fikr bor, oshqozon uchun ma'lum bir tekshiruvlar yo'q, shikoyatlarga asoslanib lecheniya qilinadi. Yo'q, hozirgi vaqtda aynan shu gastroenterologiya sohasida yetuk kadrlar, o'ziga ishongan, o'zin bilimiga ega bo'lgan gastroenterolog kadrlar juda kam. 20 yillik, 30 yillik ma'lumotlarga tayangan holatda kasallarni davolab yurishibdi. Lekin mana bizni patsientlarimiz orasida juda ko'p uchraydi. Aynan bir nechta gastroenterolog vrachlarida qabulda bo'lib, kerakli bo'lgan natijaga erisha olmaganlar. Bularning asosiy sababini men ko'rib chiqqanimda aynan shu oddiy, detalli tekshiruvlar o'tkazilmaganligidan. Даже mana shu EGDFS, ya'ni zon tekshiruvimiz o'tkazilmaydi yoki faqat dori vositalariga o'tirib qolgan bo'ladi yoki bemor shikoyatiga bog'liq ravishda
doktor unga уже hech qanday tekshiruv xulosalarsiz disbakterioz 2, 3, 4 stependan qo'ygan holatlarni juda ko'p kuzatganmiz. Shuning uchun birinchi navbatda shifokor ko'rigi, shifokor ko'rigi natijasida sizga kompleks davolash kerakmi yoki qisman ayni bir organni davolashmi? Aynan shuni sizga to'g'ri aniqlab beradi va bu yerda tekshiruv rejasi tuziladi. Lekin bizda 90% holatda bemorlar kompleks davolanadi. Chunki kompleks davolashda aynan shu qorin bo'shlig'i a'zolari to'liq tekshiriladi. Birlamchi tekshiruvlar bu sanaydigan bo'lsak, qorin bo'shlig'i a'zolari o'zisi, keyin zon tekshiruv, bunda oshqozon, qizilo'ngach, 12 barmoq ichak a'zolarimiz tekshiriladi. Undan keyin boshlanadi qon analizlari, siydik analizlari, axlat analizlari. Har bitta analizni o'ziga xos beradigan, biz uchun qimmatli ma'lumotlarni beradigan tomonlari bor. Hammasini xulosasini yig'gan holatda biz tashxis shakllantiramiz va davolaymiz. Oxirgi yillarda, ya'ni shu 2 yil ichida patsientlarga tashxis qo'yish yagona termin asosida bo'lyapti. Funksional dispepsiya sindromi. O'zbek tilida tarjima qilsak, dispepsiya bu hazm jarayoni buzilishi, funksional bu funksiya, ishi, mana shu hazm organlarining funksiyasi, ishi buzilishi kasalligi deb yuritilyapti. Ya'ni bu yerga kirib ketadi shu gastritis bormi, reflux ezofagit, har xil gerb kasalliklari, xolesistit pankreatitlar, enterokalitlar hammasi ichiga kirib ketadi. To'g'ri ovqatlanish rejimi. Aynan biz patsientlarga 5-parhez stoli, bu universal oshqozon-ichak sistemasining kasalliklarini davolashda ishlatiladigan parhez stoli hisoblanadi. Aynan shuni biz buyuramiz. Bu stolda aytiladi, demak, 5 mahal ovqatlanish, 3 mahal asosiy ovqat, 2 mahal esa perikuslar. Aynan shu dieta stollarini bilish maqsadida ham bizga kommentariy orqali yoki direktga murojaat qilishingiz mumkin. To'liq ma'lumot berib o'taman. Ichak mikroflorasini tiklash bu yerda ahamiyatga ega. Ya'ni ichak sog'lom bo'lsa, har bitta biz kiritayotgan dori vositalari u kapsula ko'rinishida yoki tabletka ko'rinishida bu yaxshi so'riladi. Shuning uchun ham probiotiklar, eubiotiklar bular davolashda ahamiyatga ega hisoblanadi. Individual yondashuv bu ham alohida ahamiyatga ega. Shu sababli dorilar, parhez stollari va turmush tarzi alohida aynan shu kasallikka qarab, bemorning hayot tarziga qarab moslashtirib beriladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, oshqozon og'riydimi, jig'ildon qaynaydimi, kekirish, og'iz hidlanish, ich qotishi kabi muammolar bo'lsa, birinchi navbatda albatta gastroenterolog vrachiga uchrashing. Faqat simptomlarni, ya'ni sizda ayni damda bezovta qilayotgan shikoyatni bostirishga qaratilgan dori-darmonlar bilan cheklanib qolmang. Oshqozon-ichak sistemasi bu bir butun sistema hisoblanadi. Agar bu sistema normada ishlasa, qolgan model almashuv jarayoni ham o'z izida kechadi va kasalliklari kompleks davolash talab qiladi. O'ylaymanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Ushbu videoni saqlab qo'ying va aynan shu kabi muammolarga ega bo'lgan yaqinlaringiz bilan bu videoni ulashing. Aynan biz Instagram tarmog'ida bir necha yildan beri o'zimizni faoliyatimizni yoritib boramiz. Mana endi YouTube tarmog'ida ham o'zimizni faoliyatimizni yoritamiz. Endilikda ko'pchilik bilardi, bizda yotib davolanish sharoiti yo'q edi. Lekin ayni damda bu sharoitni lyuks darajada yaratganmiz. Aynan sizda va yaqinlaringizda shu va shunga o'xshagan oshqozon-ichak sistemasi muammolari kuzatilayotgan bo'lsa, bizning raqamlarimizga bog'lanishingiz mumkin. Bizning sahifamizga obuna bo'ling. Agarda sizda oshqozon-ichak sistemasi bilan bog'liq muammolaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.